Haqiqiy amerikansk stildagi hovlini ko'rishni xohlaysizmi? Ko'rib hayron qolasizlar. Ajoyib bir planirovkada qilingan, sauna basseynlari, terrasalargacha qilingan ekan. Kirish darvozaxonasiga ikkita mashinangiz qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda hovlisi, kichikgina zeleniy zonasi, bu yerda terrasaga chiqadigan zinalar joylashgan. O'ng tomonda asosiy binomiz, chap tomonimizda bu yoqda yozgi oshxonalarimiz qilingan. Bu uyni olgan odamni oshna og'aynilari, o'rtoqlari, qarindosh urug'lari mazza qilsa kerak. Dachaga borish ham shart emas. Ichidagi sharoitlarni ko'ringlar. Kattagina hol, o'ng tomonda bilyardniy zonalari. Mana shunaqa chiroyli ta'mirdan chiqarib qo'yilgan hol qismini qaranglar. Birdan 5 gacha baho berib qo'yinglar. Bilyardniy zonani patologi mana shunaqa katta baland qilingan, hovliga, ya'ni ko'chaga qaragan oynalari qilingan. Ikki tomonlama skvoznoy planirovka. O'ng tomonda 4 ta divanlarga ega bo'lgan yotoqxona, patologda ajoyib bir arini iniga o'xshagan shakllar qilingan. Bu yoqda bo'lsa ota-onalar yotoqxonasi. Bu yoqqa ham chiroyli mehrlab berishdi, o'zinicha sanuzillargacha qilingan. Bekami ko'z xonadon konditsionerlarigacha bor ekan. O'rtoqlar, havas qilganlar bor. Bitta like bosib qo'yinglar. Bu yoqda ham yotoqxonalarimiz bor. Bu yoqda ham aytib o'tgandek 3 ta yotoqxona shkaflargacha o'rnatilgan. Bu yoqda bo'lsa umumiy sanuzillarimiz. Keles kokteylda joylashgan uyimizda bu yoqda oshxona qismlari joylashgan bo'lib, planirovkasiga o'rtoqlar o'zingizlar baho beringlar. Endi dam olish zonasiga o'tamiz. Mana shunaqa kattagina basseynlarimiz, oynalari ochilib yopiladi. Bemalol qishki yozgi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Turetskiy hammomlar, alohida yuvinish xonalari va finskiy saunalari qilingan. Bu videoni yaqin akalarimizga, o'rtoqlarimizga yuborib qo'ymasak bo'lmaydi. Shunaqa bitta dacha olib qo'ysa, oshna og'aynilar mazza qiladi o'rtoqlar. Dachaga pul to'lab o'tirmaysizlar. Hurmatli mijozlar, terrasasiga chiqqanimizda ajoyib bir narsani ko'rishingiz mumkin. Patologidagi mana shunaqa temir profillarga qaranglar. Bu profillar nima vazifa bajaradi? Deyarli soya ham bermayapti-yu. Keles kokteylda joylashgan 5 sotuda 4 ta xona, sauna basseynlari, bilyardlari, yozgi oshxonalari, terrasalari bilan qurilgan bu xonadonimiz 299 mingga baholanyapti. Narxiga arzisa filus, arzimasa minus qilib qoldiringlar. Yaqin do'stlarimizga shu videoni yuborib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.